Bir ayol o'zining hasadini rozi bo'lishga aylantirdi va Alloh unga yaxshilik eshiklarini ochdi. Yosh xodim ishxonadagi hamkasbiga uylangan edi. U ham xuddi o'zi kabi fe'l-atvori va e'tiqodida edi. Ular uning akasining kvartirasi ustida yashashardi. Akasi esa yaxshi daromad keltiradigan ishda ishlardi. Katta akasining xotini ularning oldida doim o'zining tilla taqinchoqlari, mebellari va pulini maqtardi. Lekin solih ayol faqat jilmayib, rizq Allohning qo'lida deb takrorlardi. Bu holat uzoq davom etgach, ayol eridan akasi va uning xotinidan aloqani uzishni so'radi. Lekin eri rad etdi va dedi: "Men qarindoshchilik rishtalarini uzmayman, chunki qarindoshlik ashga bog'langan." 1 yil o'tib, Alloh ularga farzand ato etdi. Hamma xursand bo'ldi, faqat katta akasining xotini bundan xafa bo'ldi, chunki 4 yil o'tgan bo'lsa ham, u hali ham farzand ko'ra olmagan edi. Gazab ustida uning eri uzoq vaqt sir saqlagan gapni ochib berdi. Ukasi o'zining yer ulushidan voz kechgan edi, toki u yerini sotib, unga uylanishga imkon topa olsin. Shu payt unga haqiqat ayon bo'ldi. Shuning uchun u qaynogasi va uning xotinidan uzr so'rash uchun yaqinlashdi va ularni yangi tugilgan chaqaloqlari bilan tabrikladi. U rashkining yetkazgan zararni qoplashga va'da berdi. U qalbini tuzata boshlagan zahoti, ibodatlari va istig'forlari ko'payishi bilan umidini yo'qotmoqchi bo'lgan paytda Alloh unga homilador bo'lish ne'matini berdi. Taqdirdan rozi bo'lish ne'mat va xotirjamlik manbaidir.